Assalomu alaykum. Sayram sarpasi videolarini mana shu YouTube kanalimizga qo'yib boramiz. Shu kommentariyalarning ichida bitta savol kelibdi. Ko'rpachani metriga qarab necha kilodan paxta solamiz deb. Hozir sizlarga shuni video davomida ko'rsataman. Eng birinchi uyda tutiladigan, dasturxon chetiga ishlatiladigan ko'rpachalardan boshlasak, masalan, eng kamida 1 metrlik ko'rpacha. Undan keyin 1,5 metrlik ko'rpacha. Undan keyin 2 metr, 2,5 metr, 3 metr, 3,5 metr va 4 metr. Eng uzun ko'rpacha 4 metr bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi qarang, 1 metrlik ko'rpachaga 1,5 kilo paxta solsangiz yetarli. Agar sizga qalin, juda ham nima deydi, o'tirganingizda qalin bo'lib turishi uchun ishlatmoqchi bo'lsangiz 2 kilo solsangiz ham bo'ladi. Agar paxtangizning sorti 2-3 sort bo'ladigan bo'lsa 2 kilo solsangiz ham bo'ladi. Aslida standart kilosi 1,5 kilo. 1,5 mana 1 metrlik ko'rpachaga 1,5 kilo paxta. 1,5 metrlik ko'rpachaga 2 kilo paxta. 2 metrlik ko'rpachaga 2 metrlikka 3,5 kilo paxta. 2,5 metrga 4 kilo paxta. 3 metrga 5 kilo paxta. 3,5 metrga 6 kilo. 4 metrlikka 7 kilo paxta solamiz. Qarang, siz bu bizning paxta solish uslubimiz. Screenshot qilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda hozir agarda paxtangiz ikkinchi sort bo'ladigan bo'lsa yoki birinchi sort bo'ladigan bo'lsa, mana shu paxta kilolari sizni ko'rpachangizni ichiga solganingizda normalniy holatda bo'lib chiqadi. Bu bizning o'zimizning ko'rpachaga paxta solish prinsiplarimizdan biri. Hamma o'zini sharoitidan kelib chiqib kamroq solishi ham mumkin. Masalan, bir xil klientlarimiz bor, 3 metrlik ko'rpachaga 4,5 kilo paxta solib bering deydi. Bir xil klientlarimiz bor, 3,5 metrlik